O'rta Chirchiq atrofidan xonadon so'ragan ukalar 704 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Manzilimiz Oblgayining yonginasida hamma shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Umumiy 4 ta Yevroremont qilingan xonadoni bor. 2 ta korobka varianti uyimizda qilib qo'yilgan. Hamma shart-sharoitlari bilan endi sizlarga uyimizni ichkari qismidan bitta ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasiz. Uyimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib berar ekanman. Darvozaxonamizdan kirib kelamiz. 3 ta, 4 ta, 5 tagacha mashinaga joy. Bu tarafimizda asosiy binoyimiz, bu yerda zelyodniy zonalarimiz. Bu tarafimizda korobka varianti 2 ta xonasi qilib qo'yilgan, отопленияларgacha o'tkazib qo'yilgan bu uyimizni. Asosiy binoyimizda 4 ta xonamiz bor. To'g'rimizda sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Sizlarga orqalaridan bitta ko'rsatib beraman, keyin asosiy binoni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasiz. Shart-sharoitlar juda ham yaxshi, gaz, suv, svetda umuman muammosiz. Yana bu tarafimizda bu yer tovuqxona qilib qo'ysanglar, bu yerda tandirxonamiz bor ekan. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Uyimizning orqa qismi. Endi sizlarga asosiy binoni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasiz. Hamma shart-sharoitlari bilan qilib qo'yilgan. Asosiy binoni sizlarga tushuntirib berar ekanman, ukalar. Kirish eshigimiz bo'ladi. Bu tarafimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham katta qilib qo'yilgan. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. Havo aylanish uchun bitta, ikkita bu yog'imizdan panoramniy oynalarni qilib qo'yilgan. Remontlar juda ham yaxshi. Bu yerda o'tiradigan joylari bilan qilib qo'yilgan. Hovlimizni qarang, kattaligini ukalar hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Bu tarafimizda zalimiz joylashgan bo'ladi. Zalimizning razmeri ham juda ham katta. O'zini televizor remontlariga отдельно baho berib qo'yasizlar. Bu tarafimizda spalnimiz, odamlarimiz borligi uchun bu yerni ko'rsatib o'tirmayman. Bu tarafimizda ham spalnimiz joylashgan bo'ladi. O'zini sanuzeli bilan joylashgan, hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Uyimizga отоплениялар qilib qo'yilgan. Shu ko'rib o'tgan joyimizni sizlarga 140 ming dollarga berib olamiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.